juda ko'p yozibsizlar. Ayollarni uzuni, tam erkaklarga urushtirib ko'ring. 10 mingtaga 10 mingta debsizlar. Niye bratlar? Men uyalaman-ku. 10 mingtaga 10 mingta urushtirgan. Nu qarang, o'zingni o'ylab ko'ring. Qanaqa qilib bu? Nechasini bo'ladi? Yo, shuning uchun bratcha 10 mingta mana ayollarga, skоворodkali ayollarga mana opalarga bitta erkakni urushtiramiz. Mana o'sha erkak bratcha. Nu haqqi. Sizlarni ko'p kuttirmayman bratcha, sразу boshlayman. Nu chestno bo'lishi uchun shunaqa qildim. Nu 10 mingtaga 10 mingta urushtirib bo'lmaydi-ku endi. Voy, ancha qiynalib urushib yotibdi mana, ancha qiyin bo'lyapti, ko'rib turibsizlar o'zingizlar ham. ancha qiyin. Ancha qiyin bo'lyapti bratlar ham. Endi nima ham deymiz endi bratlar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar bo'layotgan ahvolni. 10 mingta edi, opalar 10 mingta edi endi. Nima ham deysizlar endi. Brat ancha qiynalibdi lekin. O'zingizlar ko'rib turibsizlar bo'layotgan holatni. Bostirishdi-yu, lekin endi adashmasam brat ancha qiynaldi lekin. Qiyin bo'ldi-da. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Yana bitta narsa aytib ketay bratlar. Agar bratlar bu bo'lmadi, brat qoladigan bo'lganda. Bratlar o'zingizlar ko'rdinglar rezultatni. Mana endi birikta qolishdi, oxirgilarni hozir brat dabit chiqib bo'ldi endi mana. O'zingizlar mana endi kommentlarda yozib ketsanglar bo'ladi. Hammasi chestno, teng bo'li brat bitta edilar. Bitta edilar, 10 mingta edi-ku. Parades. Ya böyle. Anaqasi chiqib ketdi. Orqadan bir nima kelibdi. Chaka paytaymi? Orqadan nimadir keldi, orqadan nimadir keldi. Bir nima aytaymi?